Alloh taolo aytadi, agar bandam 40 yoshga yetsa, men uni 3 ta balodan saqlayman. Jinnilik, mohov, peslik. Agar 50 yoshga yetsa, uni yengil hisob ila hisob qilaman. Agar 60 ga kirsa, men unga tavba qilishni mahbub qilib qo'yaman. 60 ga kirgan odam tavba qilishga qalbi moyil bo'lib qoladi. Agar 70 yoshga yetsa, bu odamni o'ldiradi. Maloikalar uni yaxshi ko'radi. Va idza balagha 80 sanatan kutibat hasanatuhu va ulghiyat sayyi'atuhu. Agar 80 yoshga yetsa, agar 80 ga yetsa, yaxshiliklari yozilib, yomonliklari bekor qilinadi. Islomda yoshi ulg'aygani mu'min uchun yaxshi. Yoshi qancha katta bo'lsa, shuncha yaxshi u uchun, agar amali chiroyli bo'ladigan bo'lsa. Va idza balagha 90 sanatan, agar yoshi 90 ga yetsa, qolatil malaikatu, maloikalar bu odam haqida aytishadi. Asirullohi fi ardihi. Allohning yeridagi asiri. Alloh ushlab turibdi buni. Allohning asiri. Mana shu 90 ga kirgan, islomda 90 ga yoshi yetgan odam avvalgi va keyingi gunohlari o'chiriladi.